Assalamu alaikum hörmətli televizor kögüçülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Proqramımız xoş gəldinlər. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə cərəyanda radiomuzda anlatılğan Uyğurlarga dair bir qism mühim xəbərlərini əsiltib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehrə. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsilatları bolsun. Yakında Uyghur diyarıdaki 50 söygen yazğıçılardan Nurməhəmməd Toxtining bir mezgil lagerga qamalğanlığı və lagerdən çıxıb bir ay qanmayla can üzgənligi haqida uçurlar tarqaldı. Mərhumning muhaciratki farzandlari bu haqda ma'lumot berib, ağır dərəcədəki diabet, yəni şeker kesili bilan ağrıgan yazğıçının 20 yılgacha lagerga qamalğanlığı, onun bu yıl mart ayının axırları lagerdən çıxıb uzun ötməylə vafot bolğanlığını bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Nurməhəmməd Toxti 1949 yılı tug'ilgan bo'lib, o'zining ko'plagan nadir asarlari bilan Uyg'ur kitobxonlarining yuksak hurmatiga erishgan edi. O'tgan ayda ijtimoiy taratqularda Xotandagi ma'lum bir o'stanga tushib, o'lib ketgan bir balani tonib olish haqida suratlik e'lon tarqalgan edi. Muxbirimizning bu haqda elib borgan aniqlashlar davomida balaning o'lim uchurining to'g'riligi dalillandi. Yerlik saqchilardan biri bu voqeaning rost ekanligini aytgan bo'lsa-mu, buning tafsilotidan xabarsizligini bildirdi. Bu balaning ota-onasining qayerda ekanligi noma'lum bo'lib, bir qism kishilar ularni Xotandagi lagerlarning birida bo'lishi mumkin deb qarmoqda ekan. O'tgan yilmi Gumunayisda mushunga o'xshash ota-onasi lagerga qamalgan bir necha go'dakning echinishlik holda o'lib ketganligi ma'lum bo'lgan edi. Muhaciratki Uyg'urlarning vatandagi urug' tuqqanlari bilan bo'lgan aloqasi butunlay uzib o'tilgan ahvolda Amerikadagi Qalbinur xonim tasodifiy holda Xitoy sayohatchilar tarqatgan videolarning biridan onasini tanib oldi. Bu ko'rinishlarning birida uning onasi Xitoy sayohatchilariga polo etayotgan bo'lib, erlarning hammasi lagerda, tijorat qilganlarning hammasi ayollar ekan degan temada tarqatilgan ekan. Ammo Qalbinurning onasining savdogar emasligini, aksincha lagerdan chiqqandan keyin o'z o'ylasida Xitoylarga polo etishga majbur bo'lganligi bildirilmoqda. Ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, navbatda Xitoy hukumatı Uyg'ur diyorining tinch va obod ekanligini tashviq qilish uchun mushunga o'xshash turli vositalarni qo'llanmoqda ekan. Hazır Belgiyada yaşayotgan Uyghur muhacirlardan Ablamit Tursun yaqında ayoli va farzandlarini Belgiyaga kelishga taklif qilgan. Ammo uning oilasidagilar Beijingdagi Belgiya elchixonasiga ko'chmanlar vizasi iltimos qilish uchun borgandan keyin Xitoy saqchilari Urumchiga qaytirib ketgan va izdiraksiz g'oyib bo'lgan. Ablamit Tursunning bildirishiga qaraganda Belgiya elchixonasi uning ayoli va farzandlarining elchixonada qo'g'dinish talabini rad qilgan hamda Xitoy saqchilariga xabar qilgan. Belgiyaning Beijingdagi elchixonasi va Belgiya Tashqi ishlar ministerligidagi aloqador xodimlar bu masalalarga aniq javob bermay kelayotgan bo'lib, navbatda bu kishilarning oila bo'yicha tutqun qilinganligi olg'a surilmoqda. Yakında Amerikadagi bir qism oliy maktablar va fondi jamiyatlarining Uyg'ur diyoridagi siyosiy bostirishlarga bevosita yoki vositalik holda hamdamda bo'layotgan Xitoy texnologiya shirkatlariga mablag' solganligi oshkor bo'lgan edi. Bu munosabat bilan Amerika Davlat Majlisidagi bir qism palata a'zolari bu vaqtdagi aloqador hamkorlik munosabatlarini tekshirish taklifini o'tirg'a qo'ygan. Shundaqla buningga tezdan xotim berish lozim deb ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika-Xitoy savdo urushining yuqori pallaga chiqishiga ergashib, Amerikadagi bir qism shirkatlar Xitoy taraf bilan bo'lgan bu xil hamkorlik munosabatlarini uzishga boshlagan. Mushartida Avstraliyaning Adelaide shahridagi Uyg'urlar Avstraliyaning eng chong televiziyasi bo'lgan ABC televiziyasiga kollektiv guvohlik bergan. Shu joydagi 200 dak Uyg'ur bu faoliyatga qatnashgan. Avstraliyadagi Uyg'urlar o'zlarining lagerlarga va turmalarga qamalgan urug' tuqqanlarning rasmlarini ko'tarib, o'zlariga ma'lumlik fojialarni ixcham shaklda bayon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xildagi guvohlik berish faoliyatlari orqali Uyg'ur diyoridagi zulmni tashqi dunyoga jonliq anglatqili, shuningdek Uyg'ur davosini texmi zo'r qo'llashga ega qilib bo'ladi ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Rahmat sizlarga. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.